Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videomizda noyabr oyi uchun qancha passiv daromad topganimni sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi kompaniya Mastercard kompaniyasi menga noyabr oyi uchun 3 sent bergan. Keyingi kompaniyamiz Abbott Laboratories, ya'ni sog'liqni saqlash kompaniyasi. Bu kompaniya 32 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniya Procter & Gamble. Bu kompaniya menga $5.15 dividend to'lagan. Keyingisi North European Oil, neft va gaz sohasidagi kompaniya. Bu kompaniya menga 31 sent dividend to'lagan. Keyingi kompaniya Kenway. Bu kompaniya menga noyabr oyiga 37 sent passiv daromad to'lagan. Keyingi kompaniya bu hammamiz biladigan O'zbekistondagi kompaniya Iman Holding. Bu kompaniya menga 14.000 so'm dividend to'lagan. Bu $1.18 hisoblanadi. Men shunda jami noyabr oyi uchun $7.36 daromad topganman. Passiv daromad. Keyin slaydimizda sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni Interactive Broker'dan yuklab olgan tablitsani. Bu dividend hisoboti Interactive Broker'dan yuklab olganman. Ya'ni bu sizlar bilan birinchi ko'rgan jadvalimizdagi sonlar. Keyingisi yana bitta brokerdan Kenway kompaniyasi uchun 37 sent dividend qabul qilib olganman. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Kanalni kuzatib boring. Keyingi videolarda keyingi oylar uchun qaysi kompaniyalardan passiv daromad olganimni ko'rsatib boraman.